Uzlat PHP dersi 21. qism PHP elxat yo'llash. PHP'deki mail funksiyasi. PHP'de tek kod orqali bevosita elxat yo'llash iqtidorini amalga oshirg'ili bo'ldi. Bu mail funksiyasi dal mush iqtidor uchun qo'llanildi. Buningki grammatikasi qaraydigan bo'lsak, bu yerda mana elxat qabul qiluvchi, elxat mavzusi, elxat mazmuni qatorliq uchurlar cho'qim kirgizgan uchurlar hisoblandi. Anadan keyin mana qo'shimcha mavzu, bu mana from cc bcc qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Anaki parametr qiymatlari mana elxat yo'llash programmasi uchun boshqa sonliq uchurlarni belgilash ishlatildi. Mana keyingi ikkisini tanlab to'shqizishga bo'ldi. Oldida kuchini cho'qim to'shqizgan uchurlar. Mana ulgu misol qaraydigan bo'lsak, bu misolda masalan mana email, andan keyin mana masalan email adresi, andan keyin mavzusi, andan keyin mazmuni qatorliq mana uchurlarni bu yerga kirgizib, bu yerdagi mana form qiymat orqali mana bu mail form php degan hujjatga yo'llab berib, mushkul holatda masalan bu yerga adres, bu yerga mazmun qatorliqlarni qilib yo'llasak, bu yerda bir elxat yo'llash programmasini ijro qilgan bo'lamiz.